Mən Feruza Aysa, Naqsh Farida Qasımның qızı. Bunundan 21 yıl burun apamdan vaqtsiz ayrıldık. Onundan keyingi kunlarda mən, dadam, çoğ apam, qarindoshlarım bilan birga yaşadım. Farida Qasımның naqshlarini ko'pchilik mastanalar to'limi yaxshi ko'radi. Bugungi kunda biz aslamlarimiz bilan bugunimizni yug'urib turib, ko'klam nomli naqshini Feruzaning ovozida qaytadan suratga ishlab chiqishimizda bir turli sevg'inishlarimiz bor, muhabbatimiz bor. Eng muhimi Feruzaga sog'an payandozimiz bor, ham yuklagan umidlarimiz bor. Güzel aziz nigar, misal izlep buldum ben intizar. Könglim koya çimen, kalbim misli gülzar. Aşkımның bir gıda, sen hükümdar. Salam dostlar, men Ürümçi bilenler Soda Çelik şirketining qurg'uvchisi Chimangul. Ferial teri asrash hamda kutilish mahsulotlarining ijodkori. Feruza aytgan ko'klam nomidagi bu naqshni qo'llash mening ijtimoiy burchim. Chunki men bir ana, men bir korxonchi, san'at suydigan hamda san'atkorlarni suydigan mehr muhabbatlik tomoshabinlarga bu naqshni sunduq. What if you had it all,
but nobody to call. Maybe then you know me. Wait till you're now. We've not yet lost all our graces. So all the cups got broke, shards beneath our feet, but it wasn't my fault. Mən Firuza Aysa, Ürümçi Milandan sotacaklık şirketi, ferial davalaş xarakterlik yüz teri asrash sağlamlıq maqsadlarının obraz vəkili. Bunundan keyinki naqşlarımda sizlərə yenilik həm yaqınlıq kuylarını sovg'a qilishdan sirt, yana sizlərə ferialni ishlatib, go'zallik ham sağlamlıqni tavsiya qilaman. Keldi görünen